Ayrim holatlarda biz bolalarga mana moralni o'qivermasdan o'zi mana bu hayotdan o'zini jazosini olib xulosa qilishni o'rgatishimiz kerak. Masalan, sizni vaziyatingizda farzandingizga o'sha nima bo'ldi dedingiz, qosh yorildi dedingizmi? U xulosasini qilib bo'ldida, yana ustiga chiqib siz uni baqir-chaqir qilganingiz, ayniqsa bu paytda o'zi xola shok holatida, uni nabrot kuchib qachondir tinchlanib olganda role play sifatida yoki eslab turib bunaqa qilish nima oqibatga olib kelsin bir eslatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, men ha deb o'g'limga ertalab tur, maktabga kech qolasan deb asabimni buzurmayman. Prosta uni vaqtida uyg'otaman, vaqtida uxla deyman, lekin vaqtida uxlamasdan kech turadigan bo'lsa, men uni maktabga kech qolishiga qo'yib beraman. Borib o'qituvchisiga ham aytaman, kech qoldi, nima gaping bo'lsa gapir. O'zi ichidan xulosa chiqarish kerak, o'zi fikrlab ichidan analiz xulosa qilib chiqarish kerak yoki bo'lmasam yana moral o'qimasdan biz qandaydir to'g'ri savollarni bergan holda, muloqot qilgan holda xulosa chiqarishga yordam berishimiz kerak. Keyingi safar qanaqa qilgan bo'larding, nima qilgan bo'larding deb xulosa qilishga yordam berishimiz kerak.